Burun shilliq qavati asab tollariga boy bo'lganligi sababli o'tkir qirrali qiyshiqlik, bo'rtmalar burun chig'anoqlariga sanchiladi. Bu esa reflektor nevrozlariga va vazomotor rintlarga olib keladi. Bu ayniqsa bigizsimon va taroqsimon qiyshiqliklarda kelib chiqadi. Rentgen reflektor o'zgarishlariga burundan aks urish, bosh og'rig'i, bronxial astma, xildoq qisilishi, yurak-qon tomir kasalliklari va reflektor yo'tallar keltirib chiqaradi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana bugun Umidjon Nishonov. Sizlar bilan bugun burun to'siqni qiyshayishi mavzusida gaplashamiz. Burun medial devorni tuzilishidagi noto'g'ri ko'rinishi bu burun to'siqni qiyshayishi deb yuritiladi. Burun to'siqni to'liq yoki qisman o'tkir qirrali bo'rtmalar shaklida qiyshayishi kuzatilishi mumkin. Ayrim hollarda bu holat aralash ham uchrashi mumkin. Odatda burun bo'shlig'ining o'ng va chap tomonga teng ikkiga bo'lib turuvchi burun medial devori odatda o'rta chiziqda joylashadi. Bu devor oldingi qismlari tekis to'rtburchaksimon tog'aydan, orqa qismlari suyakli qismlardan iboratdir. Ayrim holatlarda bu holat aralash ham bo'lishi mumkin. Burun to'siqni u yoki bu tomonga to'liq qiyshayishi umumiy nafas yo'lini toraytiradi. Burun to'siqi qiyshayishi olib keluvchi sabablar. Eng ko'p uchrovchi sabablardan biri bu kompensator, fiziologik va jarohatdan keyingi qiysayishlardir. Bularning ichida eng ko'p uchrashi bu jarohatdan keyingi qiysayishlar hisoblanib 54% tashkil qiladi. Fiziologik qiysayish burun to'siq qiysayishini 32% keltirib chiqaradi. Bunday holatlarda burun to'sig'i medial devorning o'sishi yuz suyak skeletlaridan tezlashib ketadi. Natijada burun bo'shlig'i sig'masdan qiyshayib o'sishga majbur bo'ladi. Kompensator qiyshiqlikchi bu 10% tashkil qiladi. Asosiy omillar burun bo'shlig'ida turli xil o'smalar, yaxshi va yomon sifatli o'smalar va burun chig'anoqlarining gipertrofiyasi, ya'ni kattalash hisobiga burun devorni bir qismiga sig'masdan burun devorni tabiiy holatda bosish boshlanadi va bir tomonga qiyshayish kuzatiladi. Burun to'sig'i medial devorni qiyshayishi asosan 7 yoshdan boshlanadi, ya'ni yuz suyagi skeletining jadal rivojlanishidan boshlanib 20-25 yoshgacha davom etadi. Bunday holatda yuz suyak skeletlari o'sishdan to'xtaydi. Kam hollarda 3-4 yoshli bolachalarda va emizikli bolalarda ham uchrashi mumkin. Burun to'sig'i medial devorni qiyshayishi odatda bizning bemorlarimizda eng ko'p uchraydigan holatlar bu oldingi qismlarda ko'p uchraydi. Orqangi qismlar esa kamroq uchraydi. Burun to'sig'i qiyshayishi shakllari qisman to'liq bir tomonga qiyshayishi mumkin. Yoki bo'lmasam yuqori qismi pastga nisbatan qiyshayishi, bigizsimon yoki taroqsimon shaklda bo'rtmalar shaklida uchrashi mumkin. Ayniqsa bigizsimon, taroqsimon bo'rtmalarning ahamiyati muhimdir. Bular burun to'sig'i qiysayishining asosiy belgilari. Birinchisi bu burundan nafas olish funksiyasining buzilishidir. Burun to'sig'ining qiysayishi hisobiga burundan nafas olish foni deyarli to'liq yoki qisman o'zgarishi mumkin. Ko'pchiligimiz o'ylaymizki, burundan nafas olish, burundan quyi nafas yo'llariga nafas kirib chiqsa bo'ladi o'ylaymiz. Yo'q. Qo'shimcha faktorlarni ham hisobga olishimiz kerak. Ya'ni gaymar bo'shliqlar, ya'ni burun bo'yondosh bo'shliqlarida havoning aylanma harakatini erkin bo'lishi, quloqlarimizga Yevstaxiy kanali orqali havoning chiroyli o'tishi bu ham asosiy o'rinda egallaydi. Burun to'siqni qiysayish hisobiga shu gaymar bo'shliqlarimizda havoning yaxshi aylanmasligi, quloqlarimizga havo yaxshi kirmasligi, ya'ni quloq bitishiga, quloqda shovqinlar keltirib chiqarishiga, boshimiz doimo og'ir turishiga, rezonans funksiyani buzilishiga, ping'illab gapirishimizga ham olib keladi. Burun to'sig'ini qiysayishini asosiy belgilaridan biri bu hid bilishning buzilishidir. Bu holatda burun medial devorning yuqori qismida noto'g'ri shakllanishi hisobiga bemorlarimizning burunning yuqori qismiga havoning yaxshi bormasligi, bu yerda mahalliy qon aylanishning buzilishiga va hid bilishni qisman yoki to'liqcha yo'qolishga olib keladi. Ya'ni anasmiya yoki diasmiya holatiga olib keladi. Bemorlarimizda burun to'sig'ining qiysayishi vrach qabuliga borganida ko'riladiki, burun to'sig'i qisman qiysaygan, deyarli ahamiyatga yo'qdek ko'rinadi. Lekin bu bemorlarimizda bigizsimon yoki taroqsimon qiyshiqlikning mavjudligi bu degani, bu qiyshiqli ship yoki greben shaklidagi holatda burun chig'anoqlariga o'tkir sanchilishi hisobiga bemorlarimizda reflektor nevrozlarga olib keladi yoki vazomotor rintlarga. Bemorlarimiz aytadi, men 20 kundan bir yoki 1 oydan bir grippman, har qanday burun ochuvchi dorilarni ishlatyapman, hech qanday foydasi yo'q. Balki unga o'rganib boryapman deyishlari mumkin. Grippga qarshi parashoklar, turli tuman dori-darmonlar ichish bu bemorimizga naf bermaydi. Keyingi holatlarda bemorlarimiz turli tuman sababsiz nafas qisishi,
ovozi o'zgarib qolishi, tomoqda qurib qolishi yoki reflektor tinimsiz yo'talli, yurak qon tomir sistemasi turli-tuman muammolarni keltirib chiqarishiga ham olib keladi. Bunday holatlarda bigisimon yoki taroqsimon qiyshayishiga bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. Bemorlarimizga tashxis qo'yishda asosiy bemorda shikoyati kelgandagi rinoskopiya, ya'ni oldingi orqangi rinoskopiya, endoskopik tekshiruvlar asosida rentgenografiya, kompyuter tomografiya usullari muhim rol o'ynaydi. Asosiy tekshiruvlardan usullar bu rinoskopiya usullari hisoblanadi va bemorlarga burun to'sini o'ngga yoki chapga, to'liq yoki qisman yoki bekisimon yoki taroqsimon ship, ya'ni bo'rtmalar mavjudligi aytiladi. Davolashning asosiy birdan bir usuli bu operativ usul hisoblanadi. Ya'ni burun to'si shilliq osti klyan usulida olib boriladi. Voyachik usulda aylama redratsiya usuli ham qilishi mumkin. Bemorlarga konservativ usulda davolab, bu hammasi vaqtinchalik hisoblanadi. Bemorga to'g'ri tushuntiruv, vaqtida qilingan muolajalar bemorni sog'lom to'liq tiklashga olib keladi va asoratlar ham vaqtida bo'linadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlarda fikringizni qoldiring.